Ben Xanqız Daniş, dadam Daniş Haşim hakkında guvohlik bermekçi. Dadam Daniş Haşim, bu dadamın kimligi ve pasportu. Dadam Daniş Haşim 1956 yılı 9 ayının 15 günü doğulgan. Hazırkı turuş orni Ürümçi şehir Saybaq rayon Garbi Şimal yolu 70. qoru 6. numar 403. numurluq öy. Kimlik numari 65 01 03 19 56 09 15 23 53. Pasport numari C 39 30 25 82. Dadam 2018 yılı 4. ayının 9. günü Yebix lagerga elip ketildi. Dadam 30 yıllık memuri kadir. 2005 yılı pensiyaya çıkan. Şundan tatip sayahat ve soda ticaretler bilen Saudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Malaysiya qatarlıq devletlerdeki köp qatım berip keliş işlerde boldu. Ve 2014 yıldan tatip bir aylık işlerimiz biz Türkiye'de yaşap kelgen. Bu aralıkta dadam berip kelip turdu. 2017 yılı soda sebeplik Ürümçi'ye qaytqan. Şundan tatip avval pasporta tartip elevinindi. Ondan keyin ochiq uyg'unishdi bo'ldi. 2018 yılı yangi yil kirgandan tartib dadamniki uyg'unish besimlaydi ko'p yig'ildi. Biz ko'p qatim dadamni qaytib kelishga da'vat qilsaqmi imkoniyat yo'q. Pasport tartiblanganligi va o'ziniki nazorat ekanligini aytdi va amalsiz ekanligini ko'p qatim ta'kidladi. Vaziyatning jiddiy ekanligini va bizga qat'iy qaytmaslik to'g'riliq ko'p qatim so'zladi. Va shuna qilib dadam bu dadamninki oxirgi qatim bizga avatgan suratlari bundan yüz gözlerining ishiq majburiy kulimsirgan holati mana bu. Ben hazır dadamning salomatligidan qattiq andisha ichida va o'ziniki erkinligidan. Ben dadamninki 2018 yılı 3. aydan tatip o'ziga belgilab berilgan kadrlarning uyga kelib qo'nganligidan tatib bizga aytganligi esimda undidar orqali. Men hamda dadamning erkinligi, haq huquqi hammasi haqida guvohlik berma va uni talab qilma. Men butun dunyodagi haq suyar kishilardan va hukumatlardan 3,5 milyondan ortiq Sharqiy Turkistonlik Qozoq, Qirg'iz, Uyg'ur qarindoshlarimizninki tarafdorida bo'lib, haq huquqini qo'g'dab bizlarga yordam qilgan asosda bizlar bilan birlik hisobda turishini umid qilaman. Va shundaqla Xitoy hukumatidan dadamni va 3 milliondan ortiq qarindoshlarimizni tezdan qo'yib berishini talab qilaman. Qattiq talab qilaman. Rahmat.